Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzuda gaplashmoqchimanki, bu har bir oilani, har bir keksa kishini bexosda qiziqtiradi. Agar siz o'zingiz yoki yaqinlaringizning nafaqasi bilan bog'liq muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Chunki bugun biz nafaqa tizimidagi so'nggi va eng muhim 5 ta o'zgarishni ko'rib chiqamiz. Bu o'zgarishlar hayotingizni yengillashtirishga, ba'zi hollarda esa nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishga ham yordam berishi mumkin. Bu ma'lumotlar shunchaki ma'lumot emas. Balki sizning huquqlaringiz va imkoniyatlaringiz haqidagi qo'llanma. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video oxirigacha har bir daqiqasini diqqat bilan tomosha qilishga arziydi. Yillar davomida nafaqa tizimi ko'pchilik uchun murakkab va ba'zan tushunarsiz mexanizm bo'lib keldi. Qog'ozbozlik, ma'lumot olishdagi qiyinchiliklar, turli idoralar o'rtasida sarson bo'lish, hatto ba'zi bir hisob kitoblarda xatolar ham uchrab turardi. Eski tizimda nafaqa olish yoki uning miqdorini aniqlash uchun ko'pincha uzoq navbatlarda turish, juda ko'p hujjatlarni shaxsan olib borish talab qilinardi. Ba'zi ishlagan davrlar, masalan, o'qish davri, bolani parvarishlash davri yoki ayrim kichik tashkilotlardagi ish staji to'liq hisobga olinmasligi natijasida nafaqa miqdori kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin edi. Nafaqa fondi bilan muloqot qilish, savollarga javob olish ham oson emas edi. Ko'pincha keksalar uchun bu juda katta ruhiy va jismoniy yuk bo'lardi. Ammo endilikda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz nafaqa tizimini zamonaviy talablarga moslashtirish, uni yanada shaffof, qulay va adolatli qilish yo'lida katta qadamlar tashlamoqda. Ya'ni avvalgi to'siqlar asta-sekin bartaraf etilmoqda. Bugungi kunda biz ko'rib chiqadigan 5 ta muhim o'zgarish aynan shu maqsadga qaratilgan. Bu o'zgarishlar nafaqat nafaqa tizimining o'zini, balki uning sizga xizmat qilish usulini ham o'zgartiradi. Endi nafaqa fondi nafaqaxo'rlarga nafaqaga chiqishga tayyor emas, balki nafaqaxo'rlar bilan uchrashishga tayyor tamoyili asosida ish olib bormoqda. Bu degani, ular sizning ehtiyojlaringizni tinglashga, jarayonlarni soddalashtirishga va sizga yanada yaqinroq bo'lishga harakat qilishmoqda. Bu o'zgarishlar ko'plab insonlarning hayotini ancha yengillashtirishi kutilmoqda. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Nafaqa tizimidagi 5 ta yangi muhim o'zgarish biri. Nafaqani hisoblashda oldin hisobga olinmagan ish stajlarini qayta ko'rib chiqish, o'qish. Farzand parvarishi davri. Birinchi muhim o'zgarish. Bu nafaqani hisoblashda ilgari e'tiborga olinmagan ish stajlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyati. Bu ayniqsa o'qish, farzand parvarishi yoki ayrim kichik korxonalardagi ish davrlari uchun amal qiladi. Avvallari bu davrlar ko'pincha to'liq inobatga olinmas edi. Natijada nafaqa miqdori kam chiqardi. Endi esa nafaqa fondi sizning murojaatingizga asosan shu vaqtlar uchun mavjud hujjatlarni qayta ko'rib chiqishga tayyor. Kimga tegishli? Agar siz oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz yoki farzandingiz 3 yoshga to'lguncha uni parvarishlagan bo'lsangiz yoki ish stajingizda uzilishlar mavjud deb hisoblasangiz, bu siz uchun muhim imkoniyatdir. Misol uchun, Marhabo opa 1980-yillarda 5 yil universitetda o'qigan. Keyin 2 farzandini har birini 3 yoshgacha parvarishlagan. Avvalgi hisob kitoblarda uning o'qish davri umuman hisobga olinmagan. Farzand parvarishi davrining esa faqat 3 yili inobatga olingan edi. Endi Marhabo opa tegishli hujjatlarni taqdim etib, umumiy ish stajiga yana 8 yil qo'shilib, nafaqa miqdori har oy uchun 200 ming so'mga oshgan. Bu yiliga 2400 ming so'm qo'shimcha daromad demakdir. Yoki Ahmad aka. U Sobiq ittifoq davrida kichik bir kooperativda ishlagan. Hujjatlardagi tartibsizliklar sababli avval bu ish staji to'liq hisobga olinmagan. Nafaqa fondi arxiv xizmatlari bilan hamkorlikda uning ish stajiga qo'shimcha 2 yil qo'shish imkoni topdi. Bu ham uning nafaqasiga sezilarli ta'sir qildi. Bu yangi qo'yda o'tmishdagi adolatsizliklarni tuzatish imkoniyatini beradi. 2. Nafaqa ma'lumotlari va ma'lumotnomalarni onlayn platformalar orqali olish jarayonining soddalashtirilishi ikkinchi muhim yangilik. Bu nafaqa ma'lumotlari va turli ma'lumotnomalarni onlayn platformalar orqali olish jarayonining tubdan soddalashtirilishi. Avvallari bir ma'lumotnoma olish uchun nafaqaxo'rlar shaxsan nafaqa fondiga borishga majbur edilar. Bu esa navbatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarardi. Endi esa davlat xizmatlari markazlari DXM orqali yoki mening fikrim interaktiv davlat xizmatlari portalida YIDXP shaxsiy kabinet orqali ko'plab ma'lumotlarni masofadan turib olish imkoniyati yaratildi.
Siz uyda o'tirib internet orqali o'z nafaqangiz holati, miqdori, to'lovlar tarixi haqida ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, nafaqa miqdori haqidagi ma'lumotnoma yoki nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni elektron shaklda olishingiz mumkin. Kimlarga bu o'zgarish foydali? Bu barcha nafaqaxo'rlar, ayniqsa yosh ulug'lar, jismoniy imkoniyati cheklanganlar, shuningdek ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun juda katta yengillik. Misol uchun, Aziza opa har yil shifoxonaga yotish uchun ma'lumotnoma olardi. Buning uchun yarim kunni nafaqa fondi o'tkazardi. Endi esa uning nevarasi ya IDXP orqali 5 daqiqa ichida kerakli ma'lumotnomani yuklab olib chop etib berdi. Bu vaqt va asablarni tejaydi. Yoki Dilshod aka bankdan kredit uchun ma'lumotnoma talab qilinganda. Endi uni bankning o'zi orqali yoki hatto uydan turib mobil ilovalar orqali bir necha daqiqada olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu shaffoflikni oshiradi va korrupsiya holatlarining oldini olishga yordam beradi. 30. Yolg'iz yoki qarovga muhtoj keksa nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy imtiyozlarning oshirilishi uchinchi muhim o'zgarish. Bu yolg'iz yoki qarovga muhtoj keksa nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy imtiyozlarning oshirilishi. Jamiyatimizda yolg'iz yashayotgan yoki sog'lig'i tufayli o'ziga o'zi g'amxo'rlik qila olmaydigan keksa kishilar ko'proq e'tibor va yordamga muhtoj. Endi ana shunday fuqarolar uchun nafaqaga qo'shimcha maxsus ijtimoiy yordam pullari ajratish, kommunal to'lovlarda imtiyozlar berish yoki uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashish kabi choralar kuchaytirilmoqda. Bu imtiyozlar nafaqat pul, balki tibbiy xizmatlar, oziq-ovqat yetkazib berish va uy ishlariga yordam beruvchi ijtimoiy xizmatlar orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Kimlarga mo'ljallangan? Bu birinchi navbatda davlat tomonidan yolg'iz deb tan olingan keksa nafaqaxo'rlar, nogironligi bor nafaqaxo'rlar, shuningdek oilasida qarovchisiz qolganlar uchun ularning ro'yxati mahalliy hokimiyat organlari va nafaqa fondi bilan hamkorlikda tuziladi. Misol uchun, 8 yoshli bir ro'yxat opa bir o'zi yashaydi. Avval faqat asosiy nafaqa olar, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalardi. Endi unga har oy 17 million so'm maxsus ijtimoiy qo'shimcha to'lov ajratilgan va kommunal to'lovlar uchun e'tib benzin chegirma berilgan. Bundan tashqari mahalladan ijtimoiy xodim haftasiga 2 marta kelib uy ishlarida yordam beradi. Bu ro'yxat opaning hayotini sezilarli darajada yengillashtirdi. Yoki Qodir aka ikkinchi guruh nogironi ilgari nafaqasining bir qismini dori darmonlarga sarflardi. Endi esa unga dori darmonlar uchun maxsus subsidiyalar ajratilgan. Bu o'zgarish nafaqat moddiy, balki ma'naviy yordam hamdir. Jamiyatning o'z keksalari haqida qayg'urayotganining yorqin namunasidir. 4. Nafaqaxo'rlar uchun imtiyozli tibbiy xizmatlar va sanatoriy kurort yo'llanmalarining kengaytirilishi. 4-yangilik bu nafaqaxo'rlar uchun imtiyozli tibbiy xizmatlar va sanatoriy kurort yo'llanmalarining kengaytirilishi. Keksa yoshda salomatlikka e'tibor juda muhim, ammo ko'pchilik uchun sifatli tibbiy xizmatlar yoki dam olish maskanlarga borish moliyaviy qiyin bo'lishi mumkin edi. Endi esa davlat bu borada ham nafaqaxo'rlarga yordam qo'lini uzatmoqda. Imtiyozli tibbiy ko'riklar soni oshirilmoqda. Ayrim tibbiy muassasalarda nafaqaxo'rlar uchun maxsus sharoitlar yaratilmoqda. Sanatoriy kurort yo'llanmalarini olish imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Bu yo'llanmalar orqali nafaqaxo'rlar sog'lig'ini tiklash, dam olish va kuch yig'ish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kimlar ushbu imtiyozlardan foydalanishi mumkin? Barcha nafaqaxo'rlar bu dasturdan foydalanish huquqiga ega, ammo ustuvorliklar muhtojlik darajasi, sog'lig'ining holati va ilgari bunday imtiyozlardan foydalanmaganlik kabi mezonlarga qarab belgilanadi. Yolg'iz nafaqaxo'rlar, urush qatnashchilari va mehnat faxriylari, shuningdek nogironligi bor fuqarolar birinchi navbatda ko'rib chiqiladi. Tasavvur qiling, 75 yoshli Zulfiya xola uzoq yillardan beri bel og'rig'idan aziyat chekardi. Lekin sanatoriyga bora olmasdi. Endi nafaqa fondi va Sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida unga Chortoq sanatoriyasiga imtiyozli yo'llanma berildi. Zulfiya xola u yerda 1-4 kun davomida davolanib, sog'lig'ini ancha yaxshilab qaytdi. Yoki Botir aka ko'zi xiralashgan va har yili tekshiruvdan o'tishi kerak edi. Endi u davlat tibbiyot muassasalaridagi maxsus poliklinikalarda bepul va navbatsiz tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin. Bu ham unga katta moliyaviy yordam bo'lmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning hayot sifatini oshirishga, ularning sog'lom va faol yashashlariga ko'maklashishga qaratilgan. 5. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun moslashuvchan ish nafaqa tizimining joriy etilishi. 5 va eng innovatsion o'zgarishlardan biri
Bu ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun moslashuvchan ish nafaqa tizimining joriy etilishi. Avvallari agar nafaqaxo'r ishlashda davom etsa, uning nafaqasi qisman yoki to'liq to'xtatilib, faqat ish haqi olinardi. Bu ko'plab keksa yoshdagi, ammo hali ham kuch-quvvatga ega bo'lgan insonlar uchun noqulay tizim edi. Endi esa nafaqaxo'rlarga ham ishlash, ham nafaqa olish imkoniyati berilmoqda. Ya'ni ular mehnat faoliyatini davom ettirgan holda belgilangan nafaqa miqdorini to'liq olishlari mumkin. Ba'zi hollarda ish haqi va nafaqa miqdorining umumiy yig'indisi ma'lum bir chegaradan oshmasa, nafaqa to'liq to'lanadi. Agar oshsa, u holda nafaqa miqdori ish haqi bilan birga hisoblab chiqilib, ma'lum bir foizi to'lanadi. Bu tizim nafaqaxo'rlarni ijtimoiy hayotdan ajratib qo'ymaslikka, ularning bilim va tajribasidan foydalanishga rag'batlantirishga qaratilgan. Kimlarga bu o'zgarish foydali? Bu birinchi navbatda nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirayotgan yoki ishlashni rejalashtirayotgan barcha nafaqaxo'rlar uchun. Misol uchun, o'qituvchi bo'lib ishlagan Dilorom opa 6 yoshda nafaqaga chiqqaniga qaramay, maktabda dars berishda davom etdi. Ilgari u nafaqasini to'liq ola olmasdi. Endi esa uning ish haqi bilan birga nafaqasi ham to'liq to'lanmoqda. Bu uning umumiy oylik daromadini sezilarli darajada oshirdi. Yoki Sodiq aka, usta duradgor. Nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, ba'zida qo'shimcha daromad olish uchun buyurtmalar bajarib turadi. Endi esa u o'z mahoratini ishga solib, qo'shimcha daromad topa oladi va nafaqasini ham to'liq oladi. Bu tizim aholining ishbilarmonlik faolligini oshirishga, ularning oilaviy byudjetini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'libgina qolmay, balki ularning faol hayot tarzini saqlab qolishga ham yordam beradi. Istisnolar, noaniq jihatlar va muhim nuanslar endi bu aytib o'tilgan o'zgarishlarning ba'zi bir noaniq jihatlari. Istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan muhim nuanslar haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham o'ziga xos jihatlar mavjud. Birinchidan, ish stajini qayta hisoblashda. Faqat fondi ko'proq davrni hisobga olishga tayyor bo'lsa-da, bu har doim ham avtomatik emas. Siz tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Masalan, diplom, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumot olish talab etilishi mumkin. Ba'zi davrlar, masalan o'qish, faqat ma'lum bir muddatgacha, masalan 5 yilgacha ish stajiga hisoblanishi mumkin. Ikkinchidan, onlayn xizmatlardan foydalanishda. Mening fikrim, portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot olish qulay, ammo internetga kirish va kompyuter savodxonligi talab etiladi. Bu imkoniyatlar bo'lmasa, farzandlaringizdan yordam so'rashingiz yoki eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zan tizimda texnik nosozliklar bo'lishi yoki ma'lumotlarning yangilanishida kechikishlar kuzatilishi mumkin. Barcha turdagi ma'lumotnomalar ham hozircha elektron shaklda mavjud emas. Uchinchidan, yolg'iz va qarovga muhtojlarga yordamda. Bu yordamni olish uchun fuqarolarning ma'lum bir mezonlarga javob berishi va yolg'izlik yoki qarovga muhtojlik holati tegishli komissiyalar tomonidan tasdiqlanishi talab etiladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Ba'zida hududiy byudjet imkoniyatlariga qarab yordam turlari yoki miqdorlari farq qilishi mumkin. Aniq ma'lumotni mahalliy hokimiyat organlari yoki nafaqa fondining hududiy bo'limlaridan bilib olish muhimdir. 4-dan, imtiyozli tibbiy xizmatlar va yo'llanmalar bo'yicha. Sanatoriy kurort yo'llanmalarining soni cheklangan bo'ladi va ularga ehtiyoj yuqori bo'lishi mumkin. Yo'llanma olish uchun o'z vaqtida murojaat qilish va tegishli tibbiy xulosalarni taqdim etish muhimdir. Hammasi navbat asosida va belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ba'zi kasalliklar yoki tibbiy ko'rsatmalar mavjud bo'lganda, ba'zi sanatoriyalar mos kelmasligi mumkin. Imtiyozli tibbiy xizmatlar ro'yxati ham cheklangan bo'lishi mumkin. 5-dan, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun moslashuvchan tizimda, garchi bu juda yaxshi imkoniyat bo'lsa-da, ba'zi bir holatlarda, ayniqsa yuqori ish haqi oladigan nafaqaxo'rlar uchun nafaqaning bir qismi hali ham qayta hisoblanishi mumkin. Qonunchilikdagi ba'zi o'zgarishlar va aniqliklar bu tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan bo'ladi. Har doim nafaqa fondi bilan maslahatlashish va ish beruvchingiz bilan munosabatlaringizni aniqlashtirish muhimdir. Ba'zi kichik korxonalarda bu tizim mexanizmi hali to'liq o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu o'zgarishlar katta imkoniyatlar yaratadi. Ammo ulardan to'g'ri foydalanish uchun sizdan o'zgina e'tibor va tushunish talab etiladi.
Har doim mutaxassislardan maslahat olishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar xo'sh, endi eng muhim savolga javob beraylik. Bu yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun nima qilishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlar yig'ish va nimani yozish kerak? 1. Ish stajini qayta hisoblash uchun qayerga borish? Eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM yoki hududiy nafaqa fondi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Qanday hujjatlar? O'qiganlik haqidagi diplom, original nusxasi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, original nusxalari. Mehnat daftarchangiz, original nusxasi. Shuningdek, agar mavjud bo'lsa, avvalgi ish joylaringizdan arxiv ma'lumotnomalari. Nima yozish kerak? Arizada ish stajingizni qayta hisoblashni so'rang va qaysi davrlar hisobga olinmaganini ko'rsating. 2. Onlayn ma'lumotlar va ma'lumotnomalar olish uchun qayerga borish? Agar internetga kirish imkoniyatingiz bo'lsa, mening fikrim portaliga mypinka.gabuz kiring va shaxsiy kabinetingiz orqali murojaat qiling. Aks holda eng yaqin DXMga borib, mutaxassislardan yordam so'rang. Qanday hujjatlar? Faqat pasportingiz kerak bo'ladi. Onlayn tizimga kirish uchun elektron raqamli imzo talab qilinishi mumkin. Uni DXMdan olish mumkin. Nima yozish kerak? Portalda tegishli xizmatni tanlab, onlayn sharhni to'ldiring. Yolg'iz yoki qarovga muhtojlar uchun ijtimoiy yordam olish uchun qayerga borish? Mahalla fuqarolar yig'iniga yoki hududiy nafaqa fondi bo'limiga murojaat qiling. Qanday hujjatlar? Pasport, nafaqa guvohnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, MFIdan, tibbiy ko'rik xulosasi, agar nogironlik yoki parvarishga muhtojlik bo'lsa. Nima yozish kerak? Arizada yolg'izligingizni yoki qarovga muhtojligingizni asoslab ijtimoiy yordam so'rang. Dat. Imtiyozli tibbiy xizmatlar va yo'llanmalar olish uchun qayerga borish? Hududiy nafaqa fondi bo'limiga yoki mahalliy poliklinika, shifoxonadagi mas'ul shaxsga murojaat qiling. Qanday hujjatlar? Pasport, nafaqa guvohnomasi, tibbiy ko'rik xulosalari va shifokor tavsiyalari. Nima yozish kerak? Sanatoriy kurort yo'llanmasi yoki imtiyozli tibbiy xizmat olish uchun ariza yozing. 5. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun moslashuvchan tizimdan foydalanish uchun qayerga borish? Sizning ish beruvchingizning hisobxonasiga yoki nafaqa fondi hududiy bo'limiga murojaat qiling. Qanday hujjatlar? Pasport, nafaqa guvohnomasi, mehnat shartnomasi va ish joyidan oylik daromadingiz haqida ma'lumotnoma. Nima yozish kerak? Oylik ish haqingizni hisobga olgan holda nafaqangizni to'liq to'lashni so'rab ariza yozing. Agar bu sizning holatingizga mos kelsa. Unutmang, bu masalalar bo'yicha nafaqa fondining bepul maslahat xizmatlari mavjud. Telefon yoki shaxsan murojaat qilib, har bir holat bo'yicha aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarida ham mutaxassislar yordam berishga doim tayyor. Eng muhimi, harakat qilishdan va o'z huquqlaringizni talab qilishdan qo'rqmang. Xulosa shunday qilib, hurmatli do'stlar, biz bugun nafaqa tizimidagi 5 ta muhim o'zgarishni batafsil ko'rib chiqdik. Bu yangiliklar nafaqaxo'rlarning hayotini yengillashtirishga, moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Unutmang, davlat nafaqaxo'rlarning ehtiyojlarini inobatga olmoqda, sizdan esa bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish talab etiladi. O'z huquqlaringizni biling va ularni talab qilishdan cho'chimang. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda yanada foydali ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.